Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining Hafli xabar va muloyiza programmasiga xush keldinglar. Men Shahrizod G'ayrat. Tuvanda 2019-yili 15 fevraldan buyon dunyoda yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim uchurlarni sizlarga qisqacha xotirib o'tmoqchimiz. Xabardan keyin erkin obzorchi Parat Yo'rimqash apandimning bu haqdagi mulohazasini anglaysizlar. Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysa ve Qurultay İcraiya Komiteti'nin reisi Ömer Qanat Efendiler 2. ayının 15. günü Amerika Devlet Meclisi Tashqi İşler Komiteti Asiya Şöbe Komiteti'nin reisi Murat Sherman Efendi bilan ko'rishib, unaga Sharqiy Turkiston xalqi nomidan alayda minnatdorlik bildirildi. Murat Sherman Efendim Uyg'urlarni qo'g'dash haqidagi 2. qonun loyihasini Amerika Davlat Majlisiga sungan. Kongress a'zolarining biri bo'lib, bu qitimqi ko'rishda Dolqun Aysa Efendim bilan Ömer Qanat Efendim Murat Sherman Efendimning Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqidagi turli savollarga tafsiliy javob berish bilan birga Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini Amerika Davlat Majlisining ma'qulligidan o'tkazish masalasi haqida suhbat olib bordi. Gollandiyadagi bir nafar internet mutaxassisning bildirishicha, Uyg'ur diyoridagi 2,5 milliondan ortiq kishining chiroyi farqlantirish texnikasi orqali Xitoyning sun'iy aql kontrol sistemasiga kirilgan shaxsiy uchurlari butunlay oshkorlanib ketgan. Bu xabar 17 fevral Reuters agentligi, Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi, Al Jazeera va Amerika ovozi qatorliq ko'p sondagi dunyoviy taratqularda ulab xabar qilindi. Xabarda deyilishicha, Gollandiyadagi Gedi fondining to'r bexatarligi mutaxassisi Viktor Gevres oldingi kuni tasoddifiy holda Sharqiy Turkistondagi bir Xitoy yuqori texnika shirkatining sondini, ya'ni sonliq ma'lumot omborida saqlanayotgan millionlab kishilarning shaxsiy uchurlarini bayqagan. Mazkur sondanda Uyg'ur diyoridagi 2,5 milliondan ortiq kishining kimlik nomeri, ism familiyasi, jinsi, adresi, tug'ilgan yil, oy kuni, ish o'rni hamda ularning o'tgan 24 soat ichidagi chiroy tonish texnikasi orqali kamera arxiviga yo'llangan harakat holati va yurish-turish qatorliq shaxsiy uchurlari xotirasi bor ekan. Xitoy hukumat taraf navbatda Sharq Turkistondagi mazkur shirkatga qarata jiddiy holda tekshirish boshlangan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotining raisi Nuri Turkal O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni yig'ilish lagerlariga qamalgan Sharqiy Turkistondagi o'zbeklarga ega bo'lishga chaqirgan. Nuri Turkal 15 fevral Amerika ovozi o'zbek bo'limining ziyoratini qabul qilib, lagerlarga qamalgan Sharqiy Turkistondagi o'zbeklar haqida aniq uchur bo'lmasa-mu, lekin ularning orasidagi hali ko'p kishining lagerlarga so'langanligiga ishonganligini bildirgan. U O'zbekiston hukumati va prezidentning Shanxay hamkorlik tashkilotidagi imtiyozi va Xitoy bilan bo'lgan diplomatik aloqasidan foydalanib, Sharqiy Turkistondagi o'zbek fuqarolariga ega bo'lishni tashabbus qilamiz degan. Amerikaning Turkiyada turishliq bosh elchixonasi 15 fevral kuni Turkiyaning Uyg'ur rayonidagi lagerlarni taqash haqidagi chaqiriqqa inkos bildirib, Turkiya hukumatining mazkur masalada maydonni qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika elchixonasining Twitterda e'lon qilgan bu haqdagi inkosida Amerika Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bu masaladagi fikrini qo'llaydi deyilgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 15 fevral bayonot e'lon qilib, 2009-yili Xitoy hukumati tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur to'r tahriri Gulmira Iminning darhol qo'yib berilishini talab qildi. Mazkur komitetning bayonotida yana Xitoy hukumatining Gulmira Iminni asosli qamoq jazosiga hukm qilganligi tanqidlangan. Gulmira Imin ayni chog'da bir to'r betining xabar va madaniyat sahifasining bo'lib 2009-yili Urumchi 5-iyul voqeasi portlab 9 kundan keyin qo'lga olingan. U 2010-yili 4-oyda 5-iyul voqeasini tashkillagan deb ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dünya Uyghur Qurultayı 18 fevral bayonot e'lon qilib, har qaysi davlat hukumatlarini Uyg'urlarning fikr va ilm erkinligini qo'llashga chaqirdi. Bayonotda yaqindan beri Uyg'urlarga aloqador ba'zi ilmiy faoliyatlarning qashg'a uchrayotganligini qattiq andisha qilinayotganligi eskartilib, ba'zi g'arb davlatlarda Xitoy huquqchilarining va diplomatlarning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq krizisi haqida doklad bergan Uyg'ur faoliyatchi ham tadqiqotchilarga parakanchilik selish va qashlar qilish voqealarining orqa-orqadan yuz berayotganligi ta'kidlandi. 11 fevral kuni Kanadadagi Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdish Kanadaning McMaster universitetidagi musulmon o'quvchilarga Uyg'urlar haqida doklad berganda bir Xitoy o'quvchining qashilisi ham haqoratiga uchragan. Bayonotda yana Dünya Uyghur Qurultayı reisi Dolqun Aysaning so'zi naql keltirilib, jiddiy temalarda hech qanday parakanchilikka, ta'qiblashga va o'ch ilishga uchramay, ochiq-oshkor ijobiy munozara qilish erkin va barobar bir jamiyatning asosidir deyilgan. Germaniya parlament a'zosi va Yeshillar partiyasining rahbari Margarita Bauza xonim Germaniya hukumatining Uyg'ur masalasida darhol harakatga o'tib, Xitoyga aniq bir signal berish kerakligini bildirgan.
Germaniya Dolqunları radiosunun xabarida bildirishicha, Margarita Bauze xonim yana Germaniyaning boshqa davlatlar bilan birlashib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustaqil tekshiruvchilarining Sharqiy Turkistonda tekshirish olib berishini qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatishi kerakligini ta'kidlagan va Germaniya Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur rayoniga tekshirish o'migi avatish masalasini qo'llashi kerak degan. Amerika Indiana Universitetining Markaziy Osiyo tadqiqot o'rni tarafidan 18 fevral kuni Uyg'urlarning vaziyati va lagerlar masalasi asosiy tema qilingan yumloq ustal yig'ini o'tkazildi. Indiana Universitetining dotsenti, to'langan Uyg'urshunos Gardner Bowenning riyosatchilik qilgan yig'inda mazkur universitetning Uyg'urshunoslik va musiqashunoslik fanlari doktoranti Alice Anderson xonim, Amerika George Washington Universitetining siyosiy fanlar professori Uyg'urshunos Sean Roberts, Amerika Kishilik huquq qurilishining tashqi ishlar direktori Louisa Gravey va mazkur qurilishning raisi advokat Nuri Turka doklad berdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Isa, Qurultay Dunyo ishlar komitetining mudiri va Sharqiy Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Turg'unjon Aloviddin Ajib, Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad Qaraajimlardan tarkib topgan bir hay'at 19 fevraldan boshlab Germaniyaning Köln, Frankfurt, Nuremberg qatorliq shaharlardagi turk tashkilotlarining bosh shtabini ziyorat qilib, Xitoyning Uyg'ur diyorida ta'sis qilingan jazo lagerlariga qarshi o'rtaq harakat qo'zg'ash ishlarida o'zaro hamkorliklar o'rnatdi. Qurultay hay'ati ilgari keyin bo'lib, Xalqaro Turk Demokratlar birligi, Yevropa Turk Federatsiyoni va Nizamul Olam tashkilotining markazlarini ziyorat qilib, mazkur tashkilotlarning asosli rahbarlari bilan ko'rishib suhbat olib bordi va oldimizgi oylarda dunyo miqyosida Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilingan nazi kamplarga qarshi birlikda norozilik harakatlari olib berishning konkret plan programmalari haqida muzokara olib bordi. Xitoy hukumatining o'zlari imzo qo'ygan xalqaro ahdnomalarga qaysi darajada amal qilib kelganligiga qarab chiqish uchun Amerikadagi davlat oliy maktablardan biri bo'lgan Pennsylvania universitetining tashkilishi bilan 19 fevral kuni maxsus bir kunlik muhokama yig'in ochildi. Bu qitimqi yig'in ikki bosqichga ayrilgan bo'lib, yig'inning oldingi bo'lkida asosiy jihatdan Xitoy hukumatining inson huquqlari sohasidagi dafsanchiligining ko'lami, buning salbiy ta'siri hamda Sharqiy Turkistonda vujudga kelgan nazorat mexanizmining inson huquqlari dafsanchiligida qanday rol o'ynayotganligi nuqtaliq muzokara qilindi. Hürmetli Pirat efendim, siz bu hürmetli hadislerge qana qaraysiz? Rahmat Sharzat xonim. Endi bu haftadan bu yan muomalaslar qaraydigan bo'lsak, ya dunyo qurultayiningki xalqaro siyosatlarga qarab dunyosidagi faoliyatlarini yana yuqori palliga ko'targanligini, jiddiylashtirilayotganligini ko'rib bo'ladi. Endi hozir davoyimizni aytdi halqiliq bir burilish nuqtasiga qadam qo'ydi 2019-yilga kirgandim men. Shunga ba'zi nuqtalarni bu yerda eskartib qo'yishni biroz zarur va muhim deb bildim. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, bu dunyo Uyg'ur qurultiyi vatan ichi va sirtidagi butun sharq turkistonliklarning xalqarodagi birdan-bir vakillik organi, eng yuksak vakillik organi. Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki bu vakillik organini xalqaro jamoatchilik allaqachon e'tirof qilib bo'lgan. Shuning uchun bu yerda dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro siyosatlarda aprovotgan, dunyo miqyosida aprovotgan faoliyatlari bu Uyg'ur milliyatligining, Sharq Turkiston milliyatligininki tub asosiy, tub motori va tub yetakchi ideyasi. Shuning uchun bu yerda diqqat qilish tegishli nuqtalar degan vaqtimda biz dunyo Uyg'ur qurultiyininki bu asosiy iqimiga bütün tashkilotlarimiz olsun, siyasi aktivistlerimiz olsun, yangidan parlap chiqqan siyasi faoliyatlarimiz olsun, o'zlarining faoliyatlarida yüksek derecede mas'uliyatchan bo'lish kerak va dunyo Uyg'ur qurultiyi aprovotgan bu davaniki asosiga moslashgan holda harakat etilishi kerakki, bütün faoliyatları her zaman dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan bir koordinatsiya ichida, hamkorlik ichida, masqadam ichida yapilishi kerak. Hozir kishini xushal qiladigan yaxshi yuzini ishlar, masalan, hozir qaraydigan bo'lsak, jiddiy dünyada zor ta'sir qo'zg'ayotgan bir qancha harakat va yoshlarimiz, fidokor yoshlarimiz tarafidan başlatilgan oldirilgan bu Xalmurat Uyg'ur Finlandiyadagi qarindoshimiz tarafidan başlatilgan "Men Uyg'ur" degan shiorasi deb berilayotgan bu kampaniya bundan kengayib, nag'at zo'r ta'sir qo'zg'ayapti va bu butun dunyo miqyosida Uyg'urlarni olqib yerlik millatlarga kengashga boshladi. Hatto bizning dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Isa yaqinda Amerikani ziyorat qilgan vaqtida, Amerika tashqi ishlar ministrligining mas'ulini ko'rishgan vaqtida mushu "Men Uyg'ur" degan kampaniyasida başlatilgan bu hareketni ataydan tilg'agan va buning ahamiyatini ta'kidlagan yerda. Demak, yana onundan başqa masalan bu Abdurahmon Asan Turkiyadagi va uning atrofidagi qarindoshlarimizningki Nabijon Ala va boshqa fidokor qarindoshlarimiz yapayotgan bir yerda guvohlik berish
kompaniyasi var. Bu yıl kirgenden bu ya bu qarindoshlarımızın bu kompaniyani ciddi şekilde yapıyordu. Bir yerda bu ikki narsani aytdi muhim hamda. Birisi Xalmurat Uyg'ur başçılığındaki qarindoshlarımızın yapayotgan faoliyati Uyg'ur davosining xalqarodagi tunilish darajasini, g'arb ellari xalqlar orasidagi tunilish darajasini ninki yuqori ko'tarilishiga alayda bir turtkusi bo'ldi va Dunyo Uyg'ur qurultiyininki xalqaro siyosiy faoliyat yapirish uchun jamoat fikri hazırlab berdi va qo'lini kuchlantirdi. Endi bu Abdurahmon Hasan başçılığındaki bir qarindoshlarımızın guvohlik berish kompaniyasi bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyi başçılığındaki tashkilotlarimizdan xalqaro siyosiy sanlarda, BDT olsun, Yevropa parlamenti olsun, Yevropa ittifoqi olsun va yoki Amerika Avam Palatası, Kengash Palatası kongresiga Sharq Turkiston masalasi haqida jazo loyihalari masalasi haqida doklad sunishda mushu qarindoshlarimiz hazırlagan, rattab chiqqan guvohlik berish bu arxivlari nəhayət mühim rol oynadı. Şuna heç biriga sal qaramasligimiz kerak, heç birini inkar qilmasligimiz kerak va hammasini bu ikki harakatni va boshqa mush shakldagi da'voyimizga foyda qilayotgan harakatlarni butun kuchimizdan qo'llab-quvvatlashimiz kerak va bu xil da'volar, bu xil harakatlar aktivistlarimiz tarafidan aprildan xuddi men deb o'tgandek Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan xalqaro sahnaga apirilayotgan asosiy da'vo iqimiga moslashgan holda apirilishi kerakki, bu yerda hargiz qalayimqanchilik, bosh-boshdoqlik teşkilsizlik yoki koordinasyonsizlik chiqmasligi kerak. Chunki bu 30 milliondan ortiq xalqimizning taqdiriga munosabatli bir muqaddas bir da'vo. Shunga bu yerda mayli tashkilotdan tortib odatdagi aktivistlarimizcha hammasi yuksak darajada mas'uliyatchanlik tuyg'usida harakat qilish kerak. Rahmat sizga Farhod apandim. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, shuning bilan bu qitimli xabar va mulohaza programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qitimli programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.